Yaxshiyam keldinglar, opa. Opa? Qatta opa ko'rasiz? Men sizdan kichkina bo'lsam kerak. Nima jahl qilyapsiz? Asabam ketibdi. Ketibdi. Nima ketibdi? Shlank uzilib ketibdi. Ular boshqatdan qo'yib yuborish kerak. A to'g'rilang unda. Nima qilmoq hozir? Ko'p gapiryapsiz. Kulutchi ber. Nima bu? Ключ? Qaysi biri ключ? Men ruskoязычный qizman. Ruschada ключ bo'ladi bu. Ey, ключ. Buni motorga nima aloqasi bor? Motorga tiqib buraymanmi? Nima qilaman buni? Rus tilida ключ bo'ladi-da. Xafa bo'lmang, opa hayajonlanyaptilar-da. Yana opa deydi-ya. Sizdan bo'la qoling, mashinada to'g'rilash yoqib qoldimi yoki? Ushmanglar, bo'pti. Siz ko'p gapirmang, hammasi sizni bo'tdi o'zi. Tinchgina yashab yurdik. Qatdan abadiy bo'lib qoldingiz hayotimizda? Mana hayotimga o'zinglar kirib keldinglar, yordam kerak emasmi deb. Boshqa yo'lda buzilsa bo'lmaydi mashinangiz. Ammo har kun yuradigan yo'lim uzr, lekin keyingi safar Sirdaryoda aylanib o'taman, bo'ladimi? Qashqadaryodan aylanib o'ting, xo'pmi? Yoki Surxondaryodan.